Assalomu alaykum. Bugun 1-iyun 2026-yil. Ro'paramizda Kober 5BB ko'chatlari bo'yi 2 metrga yetdi. 2 metrdan ham o'tdi dash. Bu yil qalamcha qilib ekilgan. Tomirlatilib mana bu yil ekdik. Kilchivatirda tomirlatib yerga mart oyining oxirlarida ekkanmiz. Kober 5BB. Ushbu professional payvandaklarga turli xil navlar payvand qilinadi. Bunda payvand qilingan navlar o'sish surati ham oshadi, hosildorligiga ham juda ham ijobiy ta'sir qiladi. Kober 5BB ga payvand qilingan navlar ertaroq hosilga kiradi va qurg'oqchilikka chidamliligi sababli ushbu payvandaklarni tomiri baquvvatligi sababli uzumlar hosillari pirqa bo'lmaydi. Ya'ni so'lishib qolmaydi. Mana kecha payvandaklarimizga bir necha joylardan eng yaxshi rivojlanganlarini tanlab payvandlar qildim. Bu ratatuy ko'kka ko'k payvand qildim. O'sishini sizlar bilan birgalikda kuzatib boramiz. Bitta, ikkita mana ratatuy. Ko'rib turgan bo'lsangiz, juda ham ingichka bo'ladi. Bu payvandaklarimiz bundan keyingi qilingan payvand o'sib tutib ketgandan keyin farqini kuzatamiz. Odatda payvandak ingichkaroq holatida qoladi, ya'ni o'sish surati kuchli bo'lgani bilan tanasi unaqangi tez yo'g'onlashib ketmaydi. Ya'ni semirib katta bo'lib ketmaydi. Bundan tashqari yana bu yerda Remsi payvandaklarimiz ham bor. Ratatuy va Arra 30larni payvand qilganmiz. Bu yerda Arra 30ni payvand qilganmiz. Bu Remsi qatorida parvarish uncha yaxshi qilinmaganiga o'sish sal pastroq bo'ldi. Mana bu tarafda koberlarimiz osti yaxshi yumshatilib, vaqtida sug'orilganligi sababli mana bo'ylari o'sib ketdi. 2 metr bo'lib. Bu yerda esa bu yil 1 yillik tomirlangan uzum ko'chatini ekkanmiz. Bu Yulian preobrazheniyani yaxshilangan versiyasi deyman. Mana o'sish suratini ko'rib turibsiz. 2,5 metrga yetib qoldi. Juda o'sish surati kuchli. Bu yerga esa bir dona Kober 5BB ni ekkanmiz. Bunga ko'ramiz. Bu yil yoki kelasi yilga boshqa bir navni payvand qilib yuboramiz. Bizni kanalni kuzatib borishda davom eting. Bunisi Naxodka Kalugina navi. Buni ham bu yil bahorda ekkanmiz. 1 yillik tomirlangan ko'chat holatida. Yosh uzumlar ostiga ko'p suv quyilsa yoki sug'orish normadan ortiq bajarilsa, barglar mana bunday bo'lib sarg'ayib, oqarib ham ketadi. Shuning uchun sug'orish paytida ham suv normasiga e'tibor beramiz va mana shunday oqibatlar kelib chiqishini oldini olamiz. Bu 1 yillik ko'chatga bu yil qilingan ko'k payvand. Shakira navi.